Keling, Doniyor 7-bobini birgalikda ochaylik. Iltimos, Doniyor 7-bob 23-oyatni o'qing. Suhbatdoshim menga shunday dedi. 4-maxluq bu yer yuzida hukmronlik qiladigan 4-shohlikning timsolidir. Bu shohlik boshqa shohliklardan ajralib turadi. U butun dunyoni g'ajib, ezib parcha qiladi. Maxluqning 10ta shohi, shohlikni boshqaradigan 10ta hukmdordir. Keyinchalik taxtga yangi bir hukmdor o'tiradi. Bu hukmdor oldingi 10ta hukmdordan ajralib turadi va 3ta hukmdorni taxtdan tushiradi. U kufr ketib, Xudoyi taoloning azizlarini ayovsiz ezadi. Muqaddas bayramlar va qonunlarni o'zgartirishga urinadi. Xudoning aziz odamlari 3,5 yil davomida o'sha hukmdorning zulmi ostida bo'ladilar. Bu muddat tugagach, samoda sud majlisi boshlanadi. Zolim hukmdor taxtdan tushirilib, butunlay yo'q qilinadi. Bu yerda shunday yozilgan: Xudoga qarshi turgan dushman, iblis, Xudoning belgilangan vaqtlarini va qonunlarini o'zgartiradi. Boshqacha qilib aytganda, u ahdga nima qilmoqchi? U hamma narsani butunlay o'zgartiradi, ya'ni yo'q qiladi. Iso osmonga ko'tarilishidan oldin ahdning yo'q qilinishini va iblis tomonidan tuhmat qilinishini allaqachon bilgan ekan. U bu ahdni yer yuzida nima deb qoldirdi? U buni o'z vasiyati sifatida qoldirdi. U haqiqatga ergashadigan va osmon shohligini orzu qiladigan haqiqiy insonlarning bu ahdni oxirigacha saqlashlarini xohladi. Shuning uchun u bu ahdni o'zining oxirgi vasiyati qilib belgiladi. Keling, bu masalani Ibroniylarga 9-bobning 15-oyatida ko'rib chiqaylik. Iltimos, buni o'qing. Ana shu sababdan Masih yangi ahdning vositachisi bo'ldi. Masih kim? Iso Masih bu yerga qanday payg'ambar sifatida kelgan? U bu yerga ahdning xabarchisi sifatida keldi. Bu qaysi ahd? Yangi ahd. U yangi ahdning vositachisi bo'ldi. Endi da'vat etilgan odamlar Xudoning va'da qilgan abadiy merosiga ega bo'la oladilar. Ular avvalgi ahd davrida berilgan Xudoning qonunini buzib, gunoh qilgan edilar. Masih esa ularni gunohlardan xalos qilish uchun qurbon bo'ldi. Xudoning va'da qilgan abadiy meros, osmon shohligiga kirishning eng muhim kalitini ko'rsatadi. Bu kalit yangi ahd. Ushbu ahd orqali biz va'da qilingan abadiy merosni olamiz. Keling, davom ettiramiz. Yangi ahdni go'yo vasiyatga o'xshatsa bo'ladi. Qayerda vasiyat bor bo'lsa, vasiyat qilgan odamning o'limi tasdiqlanishi kerak. Chunki vasiyat o'limdan keyingina kuchga kiradi. Vasiyat qiluvchi hali tirik ekan, vasiyatning hech bir ta'siri yo'q. Vasiyat iborasi haqida izoh bor, to'g'rimi? Izohda nima deyilgan? U bu ahdni oxirigacha saqlashimiz uchun o'zining irodasi sifatida qat'iy belgilab qo'ydi. Shunga qaramay, ko'p odamlar bu yerga ahd xabarchisi sifatida kelgan Iso Masih tomonidan o'rnatilgan ahdni mensimaydilar. Ular ahdning ahamiyatini anglamaydilar. Ibroniylarga 8-bobda yangi ahdni qabul qilmagan va yangi ahdda yashamaganlarni Xudoning xalqi deb atash mumkin emasligi yozilgan. Bu ahdga ega bo'lishimizning aniq sababi bor. Keling, Ibroniylarga 8-bobning 7-oyatiga nazar tashlaylik. Darvoqe, agar avvalgi ahd kamchiliksiz bo'lganda edi, agar xato bo'lmaganda edi, yangi ahd kerak bo'lmasdi. Odamlar avvalgi ahd talablarini bajara olmasliklariga Xudoning ko'zi yetib, u o'z xalqiga shunday degan edi: Shunday kunlar keladiki, men Isroil va Yahudo xalqlari bilan yangi ahd tuzaman. Xudo yangi ahdni o'rnatadi, lekin ozboshimchalik bilan emas. Ahdni tuzishda maqsad, iroda va ma'no bor. Yangi ahd, bu ahd elchisi o'rnatgan ahddir. Men Isroil va Yahudo xalqlari bilan yangi ahd tuzaman. Bu yangi ahd men ularning ota-bobolari bilan tuzgan ahdga o'xshamaydigan bo'ladi. Men ota-bobolarini qo'lidan yetaklab, Misrdan olib chiqqanimda, ular bilan ahd tuzgan edim. Ammo ular o'sha ahdimga rioya qilishmadi. Shuning uchun men ulardan yuz o'girdim. Men kelajakda Isroil xalqi bilan tuzadigan ahd shunday bo'ladi. Men qonunlarimni odamlarning ongiga solib qo'yaman. Qonunlarimni ularning yuraklariga yozaman. Keyin men, u nima bo'ladi? Ularning xudosi. Xudo bizning xudoyimiz bo'lishi uchun qaysi ahd bo'lishi kerak? Yangi ahdga ega bo'lganlarga Xudo, men sizning xudoyingiz bo'laman, dedi. Ular esa yangi ahdga ega bo'lganlar mening xalqim bo'ladilar. Shu sababli u bu yerga ahd elchisi vazifasi bilan keldi va yangi ahdni o'rnatdi. Biroq bugungi kunda Isoga ishonaman deb da'vo qilayotgan odamlar bu ahdga ishonishadimi? Ular hatto Iso yer yuziga ahd elchisi sifatida kelganini ham bilishmaydi. Ular hatto Iso qanday ahd tuzganini ham bilishmaydi. Ular shunchaki noaniq e'tiqod bilan iymonli hayot kechirishadi. Biroq siz va men bu yerga ahd elchisi sifatida kelgan Iso tomonidan tayinlangan yangi ahdga ega bo'lganimiz sababli
Iso Masih bizning Xudoyimizga aylanadi va biz uning haqiqiy xalqiga aylanamiz. Faqat haqiqiy xalqdagina osmon shohligiga kirishlari va Xudoning himoyasini olishlari mumkin.